Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar torbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Hozir men Gretsiyaning Paros orolidagi Nausa deydigan kichik bir kentda aslidagi planimda dengiz bo'yiga berib kitap o'qib beray deb o'ylagan, lekin ko'rayotganinglardek shamol sal kuchliroq, shunga uyda o'qib beray dedim. Bugun men Yalqin Rozining Dunyo 4 xil odamdan tarkib topgan bo'ladi degan bir qisqa maqolasini o'qib beraman. Bu maqolani bundan 6-7 yillar ilgari Yalqin Ündidar orqali menga avatgan kompyuterimga saqlab qo'ygan. Shunga kompyuterimda o'qib beray. Dunyo 4 xil odamdan tarkib topgan bo'ladi. Yalqin Rozi. Qachonlardadir bir materialdan bu dunyo 4 xil odamdan tarkib topgan bo'ladi degan hukm ostida turga ayrilgan 4 xil tipdagi odamning alohidligini o'qigan edim. Materialda qayd qilinishicha, bu 4 xil tipdagi odamning ichidagi birinchi xil odam ma'lum ishni vujudga chiqaradigan odam ekan. Ikkinchi xil odam ishning vujudga chiqish jarayonini kuzatib turadigan odam ekan. Üçüncü xil odam nima ishlarning vujudga chiqadiganligini va nima uchun vujudga chiqqanligini bilishni orzu qiladigan odam ekan. To'rtinchi xil odam bo'lsa, nima ishlarning vujudga chiqayotganligidan xabarsiz yuradigan odam ekan. Men bu 4 xil aloyidlikka ega odamning tipini o'qigandan keyin bizda 4-chi xil tipdagi odamlarning bahmo ko'pligini ko'z oldimga keltirdim. Bunda parvosiz yashash nodonlikning ham tushkunlashganlikning ro'shan ifodasi edi. Ma'lum ishni vujudga chiqaradigan ijodiyat kuchiga, iroda kuchiga va tayanmas nishonga ega odamlarning tipi bo'lsa, bizda to'liq oz ekan. Muayyan reallikning shakllanishi albatta ko'p xil omillarning ta'siri ostida shakllangan bo'ladi. Qandaqdir ma'lum bir yakka omil umumlashgan milliy xarakterni paydo qilib qo'ya olmaydi. Bizdimi birinchi xil tipdagi odamlarning yetib oshqudak sonda borliqqa kelishi qandaqdir birdamlik qizg'inlik va shuar xarakterdagi chaqiriqlar bilan amalga oshib qolmaydi. Balki üzülməz izchillik və yüksək nişan bo'ylab elib berilgan idrokiy izdinish ham borliqini beg'ishlay oladigan badal to'lash ruhi bo'lgandila amalga oshadi. Ana shu chaqdala bizning g'uvolishib turgan madaniyat osmonimizda ko'zlarni qamashtirib, charaqlab nur chechib turgan soqimas ilm-fan yulduzlari, adabiyot san'at cho'lponlari, ma'rifat mash'allari to'pi bilan yenib turgan bo'ladi. İnsaniyat umumyüzlük uyg'unish davriga kirgan bo'libmi, sharq millatlari ong va ideya jihatda hayron qolarlik darajada uyg'unib ketgan 20-asrda bizning uyg'unishimiz yanada yetarli bo'lmadi. 20-asrning beshidagi jaholat tutaklari ichida Abduqodir Damollam, Abduxoliq Uyg'ur, Mamtali Apandi qatorliq o't yurak o'g'lonlarimiz xalqimizni uyg'unishga imkoniyatning boricha chaqirgan bo'lsa, 20-asrning oxirlaridagi bozor egaligining shovqinlari va kuchli ilg'or madaniyatlarning zarbisidan xavf his qilgan olimlarimizdan Abdushukur Muhammad Emin, Abdurahim O'tkirlar 21-asrga ko'zimizni yo'g'on ichib, mengimizni sagak tutib, milliy o'zlik va kimligimizni yo'qotib qo'ymasdan qadam qo'yishimizni ogohlantirdi. Ulardan boshqa yana bir qism adib va mutaxassislarimiz o'ylantirish kuchiga ega ijodiy amgaklari va kishining idrokini uyg'otadigan ilhom baxsh mulohizalari bilan kirzis tuyg'umizni uyg'otishga kuch sarf qildi. Chunki kirzis tuyg'usining bo'lmasligi bir xalq, bir jamiyat uchun eng cho'ng kirzis ekanligidan iborat ijtimoiy haqiqatni ular cho'nqur to'nib yetgan edi. Biz xalqimizning ideya engini uyg'otish, kirzis engini shakllantirish, ahamiyatli g'oya nishonlarini ko'rsatib berish jihatda unutilmas ajr amgaklarni qilgan bu alpido azimatlarga obrin etmay, olqish yoqtirmay tura olmaymiz. Afsus, ularning bir qismi bir-birlab oramizdan uzab ketdi. Ularning natija utuqlari bizga miros bo'lib qoldi. Ularning ish izlari bizga unutilmas aslama bo'lib qoldi. Biz ularning zamondoshlari bo'lish sifatimiz bilan ularning natija utuqlariga, xislat odatlariga obyektiv, odil, to'g'ri
ilmiy baho berishga tirishishimiz, hech bo'lmaganda muayyan darajadagi ta'sirat va ta'riflarimizni bayon qilib, matbuotlashtirib qo'yishimiz lozim. Bu maqola nihoyatda qisqa bo'lsa-mu, meningcha o'ylantirish kuchi nihoyat kuchli. Yoqtirgan bo'lsangiz, ham bahrlashni unutib qolmang. Aman bo'ling. Xayr xo'sh.